Yakkasaroy tumani Dream House nosiriga domlar kelganmiz. 9 qavatli nosiriga domimiz ham 5 qavatida 135 kvadratli nosiriga domimizni sotib o'tishgan barcha mebel texnikalari bilan sizlarga bugun video obzorini qilib beramiz. Kirush prixojamiz bo'lyapti. Bu tarafimizda hol va chiroyli gardrop deshkoplarni yasab qo'yishgan. Bu tarafimizda mehmonxonasi bo'lyapti. Mehmonxona grossdan katta qilingan. Barcha narsasi original mebellarni Xitoydan zakaz qildirganman doktor. Hech qanaqa O'zbekiston mahsuloti emas, hammasi original narsalardan qilganman, o'zim uchun qo'ldim doktor. Bu tarafimizda ayollarimiz orzu qilgan kattagina oshxonamiz bo'lyapti. Dekorativ xonalar, o'g'il mebellar, kabinelar qilingan. Barcha narsasi qoladi. Bu tarafimizda bolalar yotoqxonasi, bolalar yotoqxonasi bo'lasam, chiroyli holatga keltirib qo'yishgan. Mana shkoflarni qarang, tepalariga kiyimni daxlashni chiroyli holatga keltirib qo'yishgan. Qashqur turgan barcha mebellar qoladi. Bu tarafimizda alohida hojatxonasi qilingan, dekorativ oynalari va yonginasida o'zining yuvinish xonasi va alohida hojatxonasiga ega. Bu yerdan chiqamiz, ota-onalar yotoqxonamiz. Bu tarafimizda alohida gardrobli joylari qilingan, ko'rasizlar. Bu tarafimizda yotoqxonamiz bor, mana shu konturli karavot river texnikalar holida. Ammo shkop bu Xitoydan zakaz qilganman notlar. Original narsa O'zbekiston mahsuloti emas. Hamma narsa original narsa Xitoydan zakaz qilganman notlar mebellarni. Kvartiramizdan ko'rdinglar, yoqqansa, like bosib qo'yasizlar. Kvartiramizdan ko'rdinglar, yoqqansa, like bosib qo'yasizlar. Lokatsiyamiz Kilovoy Yakkasaroy tumanidagi house joylashgan. Yulinka 8-chi raddon shundan oldin joylashgan. 9 qavatli gro'miz ham 3 qavatida 135 kvadratli gro'mizda sotib o'tishgan. Barcha ko'rgan mebel texnikalar house 100% qoladi. Narxini startli narx $260 ming, ya'ni Kelbrian yomon bo'lsa, narxida o'tib beramiz deb o'tdilar. Bemalol egalariga telefon qurasizlar, pastini milos qo'yamiz, egalama telefon qilib, suvda barakasini qilsanglar bo'ladi.